Savlat to'kib yurgan uyimda, surati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda. Otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishin bir chetga surib, borligida mehriga to'yay, xafa bo'lsa qo'yay kuldirib. Otamni bir quchoqlab qo'yay, do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, maqtansin men baxtga to'lay, xursand bo'lsa jilmayib kulay. Otamni bir quchoqlab qo'yay, otamni suyangan tog'im, ishongan dog'im otamni davlatim, boyligim, qiblagohim mani otamni. Sevinçlarga to'lib yashnasin, yuragime bir bor bo'shasin. Otamni bir quchoqlab qo'yay, omonatu g'aflatda qolmay, ko'zlariga alamlar solmay, so'kib bersa ham ko'nglimga olmay. Otamni bir quchoqlab qo'yay, ish yurishmay qolganda, dushman ortdan kulganda, do'stlarim yo'qlamay qo'yganda, yolg'iz madadkorim otam, suyangan tog'im, ishongan bog'im, davlatim, boyligim, qiblagohim. Assalomu alaykum yaxshimisizlar, sog'lommisizlar? Kecha qilib bezovta qilmadik o'zi. Eng ba'zi so'raymiz, bezovta qilgan bo'lsak qana? Kechani qahramoni, mana shu xonadonning boshi, otajonimiz Baxtiyor otamiz qanalar? Assalomu alaykum. Keling, sizni tabriklab kelganmiz endi bugun. Chiroyli kecha qilib, sizni quvontirish, ko'tarin kayfiyat ulashish, bayramona kayfiyat ulashib, quvontirish uchun kelganmiz xonadoningizga. Chiroyli kecha qilamizlar. Alloh ziyoda qilsin, timalam ko'zdaymasin. 75 yoshni qarshi olibsiz. Uzoq umr tilaymiz sizga. Assalomu alaykum. Qo'lingizni olib qo'yamiz. Mana shundan kengroqqa kelasiz endi. Keling. Keling otam, keling. Sizni tabriklab keldik, xudo xohlasa, quvontirish maqsadida. Endi bir boshida savol bilan yuzlanamiz sizga. Nobida bo'ylaysiz, kimda bo'ylaysiz bizlarni shura taklif qilgan inson? Bir taxmin qilib aytinglar, kim chog'irdi bizlarni shura sizni quvontirish uchun? Yo'q. Ey yashang, omon bo'ling, sog' bo'ling. Aynan shu musofir yurgan nabirangiz Sarvarbekni talab taklifina binoan kelganmiz. Bobojonimni, buvamni birgalikda tabriklaymiz, chiroyli kecha qilamiz. Meni yo'qligimni bildirmang. Chiroyli kecha qiling dedilar, shu sababli kelganmiz. Qalaversa mana o'g'illaringiz Ixtiyor, Doniyor, Sanatbek o'g'illar nomidan, qizlaringiz Zulxumon, Shoiraxonlar nomidan, keliningiz katta malohat keliningiz qalaversa kichkina malohat keliningiz nomidan, Zamiraxonning nomidan tabriklaymiz ekan. Kuyovlaringiz Otabek, Omonboylar nomidan aktivlaringiz bor. Aytganimizdek Sarvarbekni, Anvarbekni, Ro'zimboy, Murodbek, Mahmudjon, Dinaraxon, Bunyodbek, Dilshodbek, Intizorxonni qalaversa Jasurbekni, Najabboyni, Komiljonni, Olamboyni, Hursadbekni nomidan, aktiv keliningiz Sadoqatxonning nomidan qalaversa cho'luqlaringiz bor. Bilolbek, Sadiyaxon, Baxtiyorjonlar nomidan, singlingiz bor Poshshajonimizda qalaversa aka-ukalaringiz nomidan ham tabriklaymiz. Xullas, hammalarning nomidan sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Uzoq umr tilaymiz sizga yana bir bor. Endi chiroyli sovg'alari bor farzandlaringizdan birin-ketin taqdim qilamiz, olib kelamiz sovg'alarni. Hamma e'tibor, hamma sovg'alar siz uchun atalgan. Birgalikda tabriklab, birgalikda quvontiramiz otajonimizni. Shukrona kuningiz, tavallud topgan kuningiz yana bir bora takror aytamizki, chin yurakdan muborak bo'lsin. Qani sovg'alarni olib kelamiz, birgalikda tabrikimiz muborak bo'lsin. Buzrukvarim siz
muhteber canım dadam hayatımga ziyokarim shamsu qamar canım dadam qiblaga ham buzrukvorim siz muhteber canım dadam hayatımga ziyokarim shamsu qamar canım dadam canım dadam canım dadam yüksek nazar canım dadam canım dadam canım dadam yüksek nazar canım dadam mehnat bilan achchiq shirin zahmat bilan choy ichmagan minnat bilan yuksak nazar jonim dadam canım dadam yüksek nazar canım dadam canım dadam canım dadam yüksek nazar canım dadam Har qadamda omadim kelar bolam deya qilsalar duo ular mening ishongan tog'im otamga dard bermagin xudo bizni deya tinmagan rost to'yib yayrab kulmagan rost o'tinaman sendan iltimos otamga dard bermagin xudo to'ylar qilay yayrasin kulsin davrimiz keldi rohatimiz ko'rsin 100 yoshda ham yonimizda bo'lsin otamga dard bermagin xudo nolimayman hamma narsam borlik otam sizga doman gado bor boyligim olginu ammo otamga dard bermagan xudo İnsan desem ko'z oldimda jim gavdalanar sizdan bo'lak kim doim kelar sizga o'xshagin mening qahramonim siz dadam inson desam ko'z oldimda jim gavdalanar sizdan bo'lak kim doim kelar sizga o'xshagin mening qahramonim siz dadam daryo bilan do'stim soyligim duogo'yim jannat bo'yligim olamlarga bermas boyligim jonim ichra jonim siz dadam sharafimsiz shonimsiz eng baxtiyor onimsiz siz nurli osmonimsiz mening qahramonimsiz dadam yana bir bora otajonimizni chin yurakdan tabriklayman shu kungi go'zal ayyom 75 yoshlik tavallud topgan kunlari payg'ambarimiz ummat to'lg'an kunlari muborak bo'lsin uzoq umr tilaymiz otajonimizga ilohim shu farzandlardan dilbandlardan aqtiq cho'g'liq baringiyotlik hammasidan neyki niyatingiz bo'lsa barchasini ziyodi bilan ko'rib uzoq umr ko'rib davri davron surib shularni baxtini taxtini suyanib yuz bilan yuzlashib o'tirishimizni Alloh taolodan istaymiz. Muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz yana bir bor. Farzandlarni, dilbandlarni talab taklifini binoan kelganmiz xonadonimizga. Otajonimizni kelsangiz birgalikda chiroyli qilib tabriklaymiz, chiroyli kecha qilamiz, farzandlik burchimizni biz ham qo'limizdan kelgancha ado qilamiz. Otajonimizni rozi rizoligini olib chiroyli kecha qilamiz.
otamizni quvontiramiz dedilar. Shu sababli xonadonimizga kelganmiz. Barcha farzandlar nomidan yana bir bora sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Otajonimizni, davlat boshimiz, qiblagohimiz bu insonga qancha yaxshilik qilib, sovg'a salom ulashsak baribir oz, baribir kam. Bo'ynimizdagi qarzimiz, farzandlik burchimizni hech qachon to'lig'icha baribir ado qila olmaymiz bu insonning oldida. Qancha mehr muruvvat ko'rsatsak baribir oz. Sababi bu dunyoga kelishimizning asl sababchilari mana shu insonlar hisoblanadi. Onajonimiz bilan birgalikda biz farzandlarni oq yuvib, oq tarab, hech kimdan kam qilmasdan voyaga yetkazdilar. Buning uchun butun umr minnatdormiz. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz bu insonlarning oldida. Shu qatorda onajonimizni ham eslab o'ting dedilar. Ya'ni bu xonadonda o'tgan marhum insonlar bor. Mana ahli ayolingiz, rahmatli onajonimiz, Rahimajon onamizni eslab o'tamiz. Qolabarsa qizingiz, ya'ni Ziyodaxon opajonimizni ham eslab o'tamiz. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Joylari jannatlardan bo'lsin. Qolgan umrlarini tuproq yoshlanish farzandlarini, dilbandlarini yaratgan Alloh taolaga izzat etsin demiz. Ota-onamizni boshimizda ko'tarsak arziydi. Qancha mehr muruvvat ko'rsatsak baribir oz. Sababi o'zlari emasdan yedirgan, kiymasdan kiydirgan, chiroyli xulq odob, chiroyli ta'lim tarbiya bergan, oq yuvib, oq taragan, bizlarni hech kimdan kam qilmasdan voyaga yetkazgan mana shu insonlar hisoblanadi. Bugun onajonimiz oramizda yo'q, lekin otajonimiz biz bilan birga, biz otajonimizni boshimizda ko'tarib, Xudo xohlasa bundan da baxtli kunlarni chiroyli tarzda ulashamiz. Otajonimizni hamisha quvonch ulashib, quvontirib yuramiz deb niyat qilganmiz dedilar. Hali Xudo xohlasa ko'pgina niyatlari bor. Bir-biridan ajoyib orzu, umid, tilak, istaklari bor. Birin-ketin qo'ldan kelgancha hammasini ado qilib sizdan Xudo xohlasa quvontirish niyatlari bor. Sizni hoji ota qilish niyatlari bor hali Xudo xohlasa, nasib qilsa, haj umra amallarini bajarib, ziyoratlarni qilib, hoji ota bo'lib kelganingizda ham ilohim hammamiz birgalikda kelib tabriklamoqlik nasib qilsin demiz. Chiroyli niyatlarni bildirib, go'zal she'rlardan o'qib eshittirasiz. Har bir xonadonga tashrif yurganda ko'rganmiz, guvoh bo'lganmiz, niyat qilganmiz. Otalar quvonadilar. Bizning otajonimiz bundan ortig'iga loyiq inson. Otalar haqida bitilgan bir chiroyli she'ringiz bor. Mehnat qilib tinmagan otam deb nomlangan. Aynan shu she'rni bizni otajonimiz uchun o'qib eshittiring dedilar. İcazet bersangiz endi shu she'rimizni farzandlar nomidan siz uchun o'qib eshittiramiz. Shukrona kun bilan yana bir bora tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Ne deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlarin iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarindadir Xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam. Ayb ish qilsak qilmaskar xato, nuqsonlarimiz bilmas muammo, yarim tunda uxlamay hatto mehnat qilib tinmagan otam. Yuzi nurli ajinlar serob, har ajinga asli biz sabab, biron marta bir lahza to'xtab mehnat qilib tinmagan otam. Faqat o'g'il qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrimning mazmuni shular degan, mehnat qilib tinmagan otam. Otajonim, mehnatlaringiz halol ekan. Bugun mana qilgan mehnatlaringiz, bergan ta'lim tarbiyalaringizda rohati, mevasini ko'rib, farzandlarni ardog'ida, farzandlarni e'tiborida chiroyli tarzda dursiz mana. Ilohim hamisha mana shunday bo'lsin. Hamisha farzandlarda chiroyli sovg'a salomlarni qabul qilib, shularni boshi bo'lib, shularni suyangan tog'i bo'lib, duogo'yi bo'lib, uzoq umr ko'rishingizda takror dilimiz sizga. Xudo xohlasa hali bugun aytganimizning niyat qilib turibmiz. Mana shuning ulug' yoshlari bizlarga yetkazsin. 75 yoshdadik. Ilohim 80 dan sakrang. 90 bilan to'qnashing. 100 bilan yuzlashing ilohim. 100 yoshlik asr to'ylarida ham xatordan kam bo'lmasdan hammamiz birgalikda tabriklamoqlik nasib qilsin deymiz. Muborak bo'lsin. Bir chiroyli qarsaklarni chalib otajonimizni kayfiyatlarini ko'tarib qo'yamiz.
Sağ olun, salomat bo'lin. Farzandlaringizni vaqtini hamisha bor bo'lg'aysiz, omon bo'lg'aysiz. Endi bu yana chiqamiz, kengroqda davom ettiramiz kechan dedilar. Qani, yanamiz endi bir tabrik so'z qismini o'tamiz, yaxshi niyatlarni eshitamiz, Xudo xohlasa. Keling. Assalomu alaykum, yaxshilikmisizlar, sog'monmisizlar? Bugun mana bu xonadonda quvonchli kun deb kelganmiz. Baxtiyorjon buvamizni tabriklab kelganmiz. Bugun farzandlarni chiroyli hurmat ehtiromini qabul qilib oldik, sovg'alarni qabul qilib oldi mana otajonimiz, quvonib turibdilar. Quvonchlari abadiy bo'lsin, hamisha quvonchli kun bo'lsin xonadonlarida. Faqat va faqat quvonchli kunlarga kelib quvonchlarga sherik bo'lishlik sizu biz hammamizga nasib etsin deymiz. Bo'lmasam bir chiroyli yaxshi niyatlarni ham qabul qilib olamiz. Bugun nafaqat biz, hamma farzandlar, dilbandlar, qarindosh, yaqin oila jigarlar hamma otajonimizni tabriklab kelgan. Bir-birida jo'yib yaxshi niyatlari bor, ezgu tilaklari bor. Mana shu yaxshi niyatlari, ezgu tilaklari quloq tutamiz endi. Bir tabrik so'z qismini qabul qilib olamiz. Qani, kimdan boshlaymiz endi yaxshi niyatlarni? Onajonlarimiz bor, mana onajonlarimizdan bir chiroyli yaxshi niyatlarni eshitamiz ekan. Yaman başlıyoruz. Tebriklemen 104'e girgey koyayım. Bollarının rahmetini görüp oturmayısın koyacağım. Sen o parasından bölendiriz. Köksüyor bilen gelin koyayım. Dıpçık bilen kaçırgay. Çok salamet yürgeyle koyayım. Oylar olgay. Oldu. Dolayım doğduğuna günde oturup tekemiz. Dolayıma 100 yaşlara girgey. Onlara köprüğüne girgey. Dolayım şu ballarını, artıklarını, çoğuluk, yoğuluklarını, rahatını görüp oturmak nasip etgey. Dolayım hem şu yaşlar mübarek olarak dolayım şu ya toylar hedef gelgeyler. Hemişe şu açılan dasturxonlar, şu dasturxonlar hem vaqt açık olur. Dolayı 100 yaşlara girgeyiz, rahmet. Nebiyin Bakterayyan'ın 75 yılı doğulan günleri olayıp 100 yaşlara girip oturmayla kalkana metriyerler varlarının artıklarının baklarına sağ olsun. Selamun Aleyküm, devre katnaşçıları. Neşe Bakterayyan'ın 75 yaş üyesinde oturup tekemiz. Daim şu Bakterayyan şu, bu da onun bergen yaşı. Ümitleri uzak olsun, 100 yaşlara geçirler, şimdi aktıkları, zorlukları görüp oturmak nasip etsin. Şu uzaktaki seferdeki Ezemet, Server Bey, Şetip, rahmetli olan yönetim oturtmaz. Efendim şu Bakterayyan'ı tebriklimiz, şu ihtiyar sen bir işin gelirsin. Bu da şu desteklerim işine açık olsun, yurttan tinç olsun, şimdi yaxşı günlerde yaşatıp oturmak nasip etsin. Nağdemiz üyeniz toyxana olsun Bakterayyan, şimdi çoğulukları üylendirip sünnet toylarını etip oturmak nasip etsin. Hemmemizi ağırların yemişe azı bilikimizi versin, yaşatıp oturmak nasip etsin. Rahmet İbrahim'a, oğayla yaxşı gep aytdыңızlar. Tam şu bizlere baş olup 100 yaşlara girip qarayıp oturgaylar. Şu balları, aktıklarını yönetirgende, kızları aktıkları çıkarganda bizlere baş olup oturgaylar, qarayıp. Şu Server'deki Urus'takilerine balların işleri gelişke kütülmeye deyden bize neden bilemiz onu, zakon yoktur. Tebrikliyim atamı. Qarayıp bizlere baş olup oturgaylar, işlerimiz gelişeverge hemen tapkan yaxşı günlerden bir ayırge. Vallahi bir işim var telefonla böyle tapan günlerdeyken Batıya bu ilamcı ümit uzak olsun gazetenin aktıkların tamamını göre bir gelsin ilamcı sizin yaşınızda bize getirsin ilamcı hem işe vallahi tapkalar yaş güler birisi hem mağdukanlar yaş güler geldi hem 100 yaş dilime gazetenin tamamını gelip oturmayız rahmet Aleyküm. Daim dolunayken uzaklığı dilimiz. Çoğulukların dolunayında mesatılmak nasip etsin.
Şu azılı kaçılmasın. Açılan dasturxon yapılmasın. Şu tınlap meydanı çalıp oturmak hem vakti nasip etsin. Yaxşı. Geling. Ana bo'lmasa meni davom qildiramiz yaxshi niyatlarni. Qani kimni eshitamiz endi? Qizlari, kelinlari. Hammani yaxshi niyatlarni eshitamiz bugun. Qadrli mehmonlar. Yine atam doğulan gibi oturan ekenimiz, atamı uzak ömür bilemen. Biz yaşlara gelip oturmayla Xudoyim. Vaxtımıza sağ olsunlar. Xudoyim axtıqlarını toylarından görüp oturmayla Xudoyim. Meydandaki axtıqlarımız sağ salamet doğulup taşıp işlep gelgeyle Xudoyim. Vaxtımıza sağ aman oturmayla, toylarını görgeyle. Hacı baba bolgayla Xudoyim henne bir. Hemmemiz muradı maqsadımızı yetip ağzı yüzü berip toylarak oturmayla atam başçılığında Xudoyim henne sağ bolgayla. Ömürler uzak olsun. Tebrikliyim. Rahmet, nenem yine hemme ağamların, apamları geplerine koşulama, Xudoyim atam 100 yaşlara girgeyle, vaxtımıza sağ oturgayla, enem görmeye yaşlara görüp Xudoyim baş göz olup oturgayla yaratkan egem. Şu işleri teşkilleştirip, emme şu işlere baş olun dep duran server bir gükemem rahmet. Xudoyim şu ballarına, atasının enesini, ufacana hazret et oturgay Xudoyim. Taza joylarda tuyleti, geliyler, vaxtık çoruklar, bakıp oturgay Xudoyim ulan. Oturmadığımızdan işlerine ruvaç. Xudoyim mertebeler uruq olsun, yaxşı günlerde hizmet etevergeyler. Xudoyim şu hem vaqt şöyle yaxşı güne toydek gelgeymiz Xudoyim. Ata 100 yaşlara girgeysiz. Geliyler alıp oturganımdan baş olup oturgaysiz Xudoyim. Bize doim şükürana günlerinde oturgan ekenimiz. Xudoyim 100 yaşlara girip bize baş olup Xudoyim. Artık geliyler alışıp yan başlarımızda sağ olup birgeyle. Severbek balam soğama işlep gelgen Xudoyim. Fazla joyla sağlık toyla etip oturgan Xudoyim. Sağ olgaylar, 100 yaşlara gelip oturgaylar. Ballarımızı uylantirgen vaqtdan, kez chiqargan vaqtdan yanmamizda bo'lgaylar Xudoyim. Tebrikliyman Xudoyim. Doğan gününüz bilen tebrikliyim. Vaxtınızda sağ olgaysız. Tebrikliyman, 100 yaşlara girin. Şu aktif çocuklarınızın, ballarının vaxtına sağ olun. 100 yaşa girin. Ularda bugün doğan günü ise tebriklerimiz 100 yaşlara gelebilir. Bize vaxtımıza hemşe sağ salamet olun. Mükemmellerin toylarında, aktıkların toylarında baş göz olup biz olgaysız. Azı bilekimizi versin, sağ salamet olun. 100 yaşa gelmezler, tebriklerimiz. Rahmet. Tebriklerim. 100 yaşlara gelip oturasınız. Bizlere baş olun. 100 yaşlara gelip tebriklerim. Vay, 100 yaşlara girgeysiz. Ömrünüz uzak olsun. Ama yaşlarına görülebilgeysiz. 100 yaşlara gelip tebrikleme. Dua tebrikleme, 100 yaşlara girgeysiz. Bize vaxtlarımızdan sağ olup biz yaşlara girip oturgaysiz. Dua tebrikleme, Xudoyim şu toylarımızdan şu chetde oturgaysiz Xudoyim şu artık çoğukanızı bakgaysiz şu yaşlı niyetler hemimizin qo'shilaman men. Dua tebrikliyim. 100 yaşlara girin. Bu tebrikliyim, 100 yaşlara girin. Vaxtımıza sağ olun. Ballarınızın, aktıklarınızın, çocuklarınızın vaxtını görüp yüzlerden amaşıp, mamam görmeye yaşlara görüp vaxtlı yaşap bilgen. Tebrikliyim. Sağ olunlar, salomat olunlar, aman bo'linglar. Chiroyli yaxshi niyatlarni eshitdik, ezgu tilaklarni qabul qilib oldik. Yaxshi niyatlaringizga bizlar ham dilakdoshmiz. Ana endi kechani qahramoni tomon yuzlanamiz. Qarindoshlar Allah orangda yaqinlashib atamon do'laygan inshaalloh o'tiribmiz. Atamon shu 100 yoshlardan o'tib vaqtimizda sog' salomat bo'lib yuraylik. Sizlar yaxshi yilingizda shu qatnashmoqni turmoq nasib etsin. Bizlarga bosh bo'lib, taxtdan turmoq etganda shu bosh bo'lib yurmak nasib etsin. Mayli-da, kimga-da yoqsa yoqmasa. Bularga qo'shilib yig'lasharmidik?
Biz baxtli bo'lamiz Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Rayhon hidlaringni yo'llaringga sep, kut meni har oqshom ko'kka oy chiqqan, faqat ranjimagin aybim nima deb, aybing onang seni chiroyli tuqqani uchun. Rahmat. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Tabrikga gap yo'q, she'rga gap yo'q. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Ana endi ko'tarak kayfiyatni davom qildiramiz. Xohlajonimiz Samoy sanamiz, Baxtiyor buvamizni o'zlaridan bir so'z navbatini beramiz endi. O'zlari musofir yillarda yurgan bo'lsalarda qalban yaqin his qilib sizni quvontirishi niyat qilgan shu ahd qizni qilgan ishi, surpriz uchun. Qalaversa, xo'p. Qalaversa mana farzandlaringizni, qizlaringiz, kelinlaringiz, ahdiqlaringizni chiroyli sovg'alari, e'tiborlari hammasi uchun bir ikki og'iz minnatdorchilik bildirib, shu farzandlaringizga bir yaxshi niyatlaringizni aytasiz endi. Qani? Assalomu alaykum. Hurmatli yetimiz endi yosh to'yini beradi. Yosh to'y qatnashchilari. Yana meni hurmatlab gelinlarim, o'g'illarim, ahtiqlarim, cho'g'liqlarim, bukalarim hammasi yarab o'tiribdilar. Rahmat. Doim Allah'ımın toyunda, aktif çoğunluğum toylandım. Xudo bir yosh bersa, bosh o'rib o'tirishim nasib etsin. Ama başka ne diyeyim endi? Sizlere ham katta rahmat, kelib shuni xizmat etdinglar. Xudo baxtirat, bir rahmat sizlarga. Sog' bo'laysiz, salomat bo'lasiz. Serverbek, balan düşersin bu, toyalandırıp verdin bu. Rahmet sana. Atan hiç yediğin niyetini söyledim, ha gerek miydi bu söyledim. Ya o anlatıyla bu dedi, İskarbeden kıstıydı. Razı oldum oldu yine balam. Server işlerinde Ahmet. Ama sağ selamet olup işleyip, sağ selamet yanıma geldiler. Yaxşı, rahmet. Olmayın Allah'a. Mesleğiniz olsun, rızkınız bol olsun, gıdalarımız bol olsun, suyumuz bol olsun. Vallahamız hemmemiz vallahamız sağ selamet işleyip geliyle Sog' bo'ling siz ham, omon bo'ling, yaxshi niyatlaringiz hammasi ziyoda bilan ro'yobga chiqsin ilohim. Ana endi telefon orqali tabriklab bo'lib turibdi shuda. Musofirlikda yurgan mana keyinchi o'g'li Sanatbek akamiz telefon orqali bog'langanlar. Otajonimni o'zim tabriklayman, yaxshi niyatlarimni aytaman deb turibdilar. Ularda eshitamiz yaxshi niyatlarni. Tabriklang. Assalomu alaykum, ablam. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yoshlar aka, vaqtingizda sog' bo'lib yurasiz. Tuvalet yok, yanmasınızda durmak nasip etkeçse 100 yaşlara girelim. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yana bir tabrik bor, yana bir qo'ng'iroq. Bizlarni taklif qilgan inson Sarvarbek Ahtiqingiz. Bundan bir chiroyli yaxshi niyatlarni eshitamiz o'zlaridan. Tabriklang. Assalomu alaykum. Oshnalar, onalar, emmalar, yengalar, oila o'tiribmisizlar, yaxshi geldingizlarmi? Quvon tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan 100 yoshlarga kirgaysiz. Sizlarni davlatimiz siz bu vaqtlarda sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo hamisha yaxshi kunlarimizda qo'shilib o'tirasiz. 100 yoshlarga kiring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, do'ltlashib keling ilohim. Otalaringizni siylab chiroyli kecha qilib tursin ilohim. Alloh taoladan ming chandon ziyoda bo'lib qaytsin deymiz. Farzandlardan qaytib ular ham quvonib o'tirsin ilohim, sizni yoshingiz yetib. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana endi bayramona kayfiyat ulashamiz deb kelganmiz, kayfiyatni tushirmaymiz. Kechani fayziy tarzda davom qildiramiz. Davlatim otam deb chiroyli qilib kattasini to'rt bezatganlar siz uchun. To'rtni kesamiz endi. Qani, izinda shu qo'shiqlar bo'ladi. O'ynab kulamiz keyin. Muborak bo'lsin.
O'rganganimsiz xato qilsam tuzatganimsiz yutuqlarim sababi topgan bugun sizning go'zal kuningiz joningizda yaqinlaringiz shodonlikdan bo'lsin ko'nglim bu dunyoda boyligim otam ko'zlari sof nurligim otam tug'ilgan kuningiz bugun muborak bo'lsin jon otam bu dunyoda boyligim otam ko'zlari sof nurligim otam tug'ilgan kuningiz bugun muborak bo'lsin jon otam Muborak bo'lsin. Shuningdekdan tabriklaymiz. Xonadonimizdagi fayzu baraka to'kin sochilib mana shunday quvonch ilohim hech qachon hech biringizni tark etmasin. Uyingiz hamisha to'yxona murodxona bo'lsin. Eng kamida shukrona kun bo'lsin. Bizlar ham kelib tabriklab, shu quvonchingizda sherik bo'lib, yonlaringizda dallab olib, mana shunday chiroyli kayfiyat bilan turishni nasib qilsin deymiz. Ana endi hammani raqsga taklif qilamiz ekan. O'ynab kulamiz deb hozirlik ko'rganlar. Barchani taklif qilamiz. Xotirjonimiz bilan birgalikda o'ynaymiz. O'ynaymiz.
ina boy, ina azım ina boy. Göz aldığımda mucize, göz aldığımda mucize. Ne bela bu, ne bela bu, ne değen bu kuşun olay. Alalay lalay, rakalalay lalay, alalay lalay, rakalalay lalay. Arkaçım beni daim, kızlarım bana kayın. Arkaçım beni daim, kızlarım bana kayın. Bir kızını vermezse, bir kızını vermezse, Arabaz gayrilayım, kuşlarısın gayrilayım. Alalay lalay, rakalalay lalay, alalay lalay, rakalalay lalay. Kara cücüne canım, sucu sözüne canım. Kara cücüne
Assalomu alaykum, Azamatjon aka, yaxshimisiz? Sog'monmisiz? Hammada yaxshi niyatlarni eshitdik. Yana Baxtiyorjon otamizni tabriklab turibmiz. Xudo xohlasa navbat sizga yetib keldi. Sizdan ham yaxshi niyatlarni eshitamiz. Qolaversa bugun o'zingizning ham tavallud topgan kuningiz ekan aka. Tabriklaymiz sizni ham, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Uzoq umr tilaymiz. Shu oilangiz baxtini, yaqinlar baxtini sog' bo'ling, salomat bo'ling. Otajonimiz uchun bir yaxshi niyatlarni bildirasiz endi. Ayting. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Hadi oturtmasa sağlıklarınız. Xudoga shukr oyding. Dolayısıyla sizin yaş dilimden uzak ömür. Yok Allah'ımızı baktına, baktığımızda iki ülkeler, baktığımız sağlığı bilgi. Yaptığımız çoğunluk gözünüzü yaptıklarını görüp oturuyorsunuz. Varlıklardan, bizlerden, hem de. Bugün uzak ömür, mindere, oğlum boyu, hem mesele üretler oturanda. Liyese değilmiş. Selam tebrikimi, doğulan gün ciğer. Rahmet, bizi oturtmamız barganda bir yaşayıkta. Arada hiç gibi yok abim, birlikte oturayım fotoğrafı. Bekasa görmedin ko. Oldu. Selam Tekirdekli baktık yine gibi. Asgar veremeyene Atabek bu var, 25'de inkılap veren bir mu? Sağ olun. Sayın hizmetlerine yiyete uzaklı bir cihavet dilime şu an. Sağ olun bari. Sayınları evlendirip otur Allah'ın müşahede oturarlar. İyi yaşayın yeri oturun. Artık köprüde ben mesela oturamam okuda kalırsa. Vereme. He? Atabek mi? Hacım babaya. Tebrikliyim yani, 100 yaşta başım gelsiz. Yok. İlahım bize baktığımıza tamama yürüyeceğiz. Bakmayın. Tebrikliyim ben dayı. Sağ olun. Selam sağ ol, selamet ol. Mehri daryo suyanganimsiz, halollikni o'rganganimsiz, xato qilsam tuzatganimsiz, yutuqlarim sababi otam. Bugun sizning go'zal kuningiz, yoningizda yaqinlaringiz, shodonlikda bo'lsin ko'nglingiz, baxtimizga bor bo'ling ota. Bu dunyoda boyligim otam, ko'zlari sof nurligim otam.